Mana bugun 10 yoshli bolamizga hijobni qo'yib berdik. Ularga o'zi 2 kunlik 2 tochkaga qo'yib berilgan. Yoshlik uchun kamroq qo'yilgan. Xullas demoqchi bo'lganim, qon juda ham quyuq. Demak, hijobni qilish yoshga bog'liq emas. Ayrim holatlarda qon juda ham quyilib ketish ehtimoli bor. Demak, 10 yosh, lekin qon quyuqligi 30-40 yosh odamga o'xshaydi misol uchun. Burada o'zi birinchi navbatda bo'ladigan muammo bosh og'rig'i bo'lgan. Uyqudan turganda bosh og'rig'i bilan turish kun davomida bu bolamiz o'zi ko'proq shu aytichnik kompyuterda ko'p ishlaydi. Keyin adasini aytish bo'yicha yaxshi go'shtlar bilan choylarni yaxshigina ketkazar ekan, shuning uchun qon quyilib ketgan. Demak, yosh holatda hijobni qilish mumkin, faqatgina birinchi navbatda uni oldin analiz qilinadi, nima gap, nima so'z, qanaqa holatlik ko'riladi. Majburiy holat, kerak holat bo'ladigan bo'lsa hijobni qilish albatta mumkin. Bu ikkita tochkadan keyin bu borada bosh og'riq qolgan. Faqat hozir u ikkita tochkani boshqa hijobni ochib qo'ygan. Hozir biz qo'ydik. Baholi chalasini yaxshi qilib bersak, zo'r bo'lib ketadi.